Xullas kalom, biz eksperimentlardan Qozog'iston standarti o'tdi. G'ishi chiqdi. Konch sement chiqmadi. Konch rossiyskiy pudrada ham отказ qildi, ikkala rossiyskiyda ham отказ qildi. Konch effekt bermadi. Короче, konch degan sement to'g'ri kelmadi hech qaysi biriga. Xullas kalom, Qozog'iston standarti chiqdi. Mana shu narsada ko'pchilik o'zimiz ham adashamiz, ko'p joyda farq qilib qoladi. Ba'zi joylarda konch chiqadi, boshqasi chiqmaydi. Qayerdadir suv, qayerdadir qum farq qilib qolaveradi. Mana shu konch sement bu yerda Toshkentda yangi yo'lda umuman g'ishini chiqazolmadik. Sementdan bo'ldi. Lekin boshqa 450 markali Qozog'iston sementi gap yo'q, zo'r bo'ldi. Mana retsept deydi ko'pchilik. Mana shunga misol uchun Qozog'iston 450 markasidan 24 ta g'ishga 250 kilo sement, 240 kilo qum, 480 gram pudra, 230 litr suv, 2 kilo natriy, 1 kilo kaustik soda berdik. Zakonni chiqdi. Xuddi shu retseptda, shu aytganlarimda 250 kilo qum, 240 kilo sement, suv ham 230 litr, natriy 2 kilo, kaustik soda 1 kilo berdik. Pab1da 380 gram berdik. Umuman effekt bermadi. Sababi sement ko'tarilishda, podyomida ham farq qildi. Navı g'ishlar o'sha konchdan quyilgan birak bo'ldi bu g'ishlar. Ash 3 ta poddondagi g'ish o'shin birak bo'ldi. Endi ishlatib bo'lmaydi, bir tashlab yuboriladi. Endi hamma ustalar ham qiyinchilik bilan mehnat qilib erishadi-da, hamma narsani hamma mukammal bilmaydi. Buni ishlash davomida, quyilish jarayonida davomiy o'rganib boriladigan narsa. Gazoblok retsepti kimdir o'zicha sen anaqa bunaqa gapirishi mumkin, lekin mehnat qilgan odam, shu yerda qiynalgan odam o'zi biladi. Qanaqa qiynalyapti, nima farq qilyapti, o'shani hisob-kitobi qilib qilinadi. Shu yerda shunaqa qilib ishlarimizni yakunladik. Xullas, Toshkent yangi yo'lda mana kechasiga ishimiz tugadi. Xudo xolasa, ishlarimiz chiqdi. Muammo yo'q, hamma narsa ishga tushdi. Mana shunaqa gaplar. Hamma ustanida, hammada, mendan boshqa ustalarda ham mana shunaqa kamchilik, xatolar bo'ladi. Chunki ba'zi joyda suv sho'r bo'ladi, suvga farq qilib qoladi. Shunaqa narsalar hammasi farqi boradi bir-biriga nisbatan. Xullas, hamma ishlariga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha hamma bilan.